O'zbekistonlik talabani o'ldirishda gumonlangan shaxs o'lik holda topildi. AQShning Braun universitetida sodir bo'lgan otishmada 2 kishi, jumladan o'zbekistonlik talaba Muhammad Aziz Umurzoqov halok bo'lgani haqida xabar bergan edik. Ma'lumotlarga ko'ra, ommaviy otishma sodir etishda gumonlangan shaxs vafot etgan. Gumonlanuvchining jasadi Nyu-Hempshir shtatining Salem shahridagi omborxonadan topilgan. Tergovchilar ommaviy hujumda gumonlangan shaxs piyoda holda yaqin ko'chalarga qochib ketganini aytgan. Shu sababli qidiruv ishlari asosan turar joylardagi xavfsizlik kameralariga tayanib olib borilgan. Otishma shu yilning 13-dekabr kuni muhandislik va fizika fakulteti joylashgan 7 qavatli Barus Holly binosida sodir bo'lgan edi. Qora kiyimdagi noma'lum shaxs imtihon vaqtida hujum uyushtirgan. U 2 nafar shaxsni otib o'ldirgan, 8 kishini yaralagan. Halok bo'lganlardan biri o'zbekistonlik Muhammad Aziz Umurzoqovdir. Bundan tashqari, Massachusetts institutining yadro fiziki 47 yoshli professor ham uyida otib o'ldirilgan. Ushbu qotillikda ham aynan Braun universitetida otishma sodir etgan shaxs gumonlanayotgan edi.